Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21. Bugun Matiz narxlari bilan tanishamiz. Ko'rib turganingizdek Matiz 2011-yil 139 ming yurgan, xo'sh 39 million so'm deyaptilar. Metallari bor, ichki ssenalari cho'tki joyida, hech qanaqa kraska yemagan, hammasi udar deyapti. Bizning nomlarimizdan chiqsangiz, kelishtirib beradilar bemalol. Salonlari yaxshi holatda joylashgan, balonlar. Ko'rib turganingizdek Matizda udar Mokrasval 2014-yil. Xo'p. Narxini 57 million so'm deyaptilar. Ko'rinishlari cho'tki joyida. Yurishi 139 yurgan. Metallari bor, salonlar hammasi cho'tki joyida. Turish stansiyasi normal, sal ozroq qirilgan joylari bor ekan, uni bayroqqa qilib borsa cho'tki bo'ladi. Mobil to'las. Bizlar nomimizdan chiqadigan bo'lsalar, uni kelishtirib beradi. Matizda oppoq dodasi deydi-ku. 2013 kondisionerlari bor, metallari bor. Cho'tki navrotlar, salonlar vashi udar. Salonlar ahvoli aka mehr berganlar. Narxini 53 million so'm deyaptilar. Kelishtirib beradilar. Bizning nomlarimizga chiqsalaringiz bemalol. Salonda как положено udar, mazax ketadi, yozda ham bemalol haydaydigan Matiz kondisionerlar bor. Magic ham bor. Matiz Chorny Delfinga o'xshab deydi. 2007-yil salonlar normal, metallari bor. Traviklar yaxshigina yurib qo'ygan, salon vashi udar, aka mehrchan berganlar salonga. Metallari bor, kalonka vashi alohida tema. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 30 million so'm deyaptilar. Agar bizning nomlarimizdan chiqsangiz, kelishtirib beradilar bemalol. Shu issiqda yurganga yarasha bir like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar, atabi. 2010-yil Matiz ko'rib turganingizdek Chorny Delfin shunga o'xshab. Ichlari yaxshigina. Salonlar mehr berilgan. Metallari bor, bir marta motor almashgan ekan. Ko'rinishi ajoyib. Oynasi ozroq sirish bor ekan. Almashtirib oldilar bemalol. Narxi qancha deyapsiz aka? 40 million. Ha, narxi 40 million so'm. Bizning nomimizga chiqsangiz kelishtirib beradilar bemalol.